Bu savolda sonni natural bo'luvchilar soni nechta debdi. Son mana 4 ta 0 bilan tugayapti. 441 ning 10 ustida 4-chi deb yozamiz. 441 bilamiz 21 ning kvadrati bo'ladi. 10 ustida 4 bo'ladi. 21 3 bilan 7 ning ko'paytmasiga ajraydi. Ya'ni 3 ning kvadrati va 7 ning kvadrati. 10 esa 2 bilan 5 ning ko'paytmasiga ajraydi. 2 dan 4 ta, 5 dan 4 ta. Buni standart tartib bilan yozib olamiz. 2 ning 4-chisi, 3 ning kvadrati, 5 ning 4-chisi, 7 ning kvadrati. Natural bo'luvchilar soni formulasi mana bu darajalarda har biriga 1 qo'shib ko'paytirib qo'yamiz. 4 plus 1, 2 plus 1, 4 plus 1, 2 plus 1. Hisoblasak 5, 3, 5, 3. 15 ko'paytmasi 225 javob chiqadi. Mana shunday ishlanadi.